Hormaylar, bugun sizlarga ikkita сделка ko'rsataman. Tak, bittasi endi mana bu trendiy liniyani proboyida ochilgan. Proboydan oldin bookmapda Hayden Ask chiqqan 40 kilot. Endi mana shu Hayden Askni olib, impuls berib, pastga ketayotgan momentida proboyniy situatsiyada mana bu yerda сделка ochilgan. Pastga qarab ketyapti, mana ochilgandan keyin ko'ryapsizlar, mana Hayden Ask, ya'ni skrytый ask zaявкаlar, ya'ni shortga bir xil lotda qo'yapti. 40 kilot, 40 kilot, 40 kilot, 40 kilot 5 marta qo'ydi. Skrytый zaявкаlarni shu yoqqa urilib tushib ketyapti. Pastga qarab buni biz kuzatdik. Birinchi prichina bu biz Hayden Ask ko'rganimizdan keyin mana bu proboyga kirishni boshladik. Impuls berdi pastga qarab. Mana shu сделкani hozir bu yoqda ko'rsataman. Metodi именно shu momentida ochilgan. Urinlari, narxlari meta bilan boshqacha to'siqki, lekin biz joyiga qo'yganmiz buni. Именно mana shu proboyniy situatsiyada short ochilgan, stopi 40 sent. Standartni stop qo'yganmiz. Ham yema, ikkita yemani orasiga ozgina kirib tushib ketyapti. Уровень sifatida ishlayapti yema. Prichinasi proboy, уровень bor, figura, yema bor, и Hayden Ask. Skrytый shartovli zaявкаlar. Pastga ketyapti, bo'lib частично yopib сделкani. Bu yoqda yopdik, bu yoqda уровеньga yaqinlashganda yopilyapti. Qolgani keyingi уровеньga, figuraga kelganda yopilyapti. И lokalniy уровень bor. O'sha yoqqa kelib o'tdi. Qaytib proboy qilayotganda oxirgi частini yopib yuborildi сделкani. Bu уровень mana mampdan kelgan, kechagi kunni lokalniy уровень deyiladi. Pastda yopilgan, zakritsiya bergan. Kelib mana shu fake qilib bugun mana bu fake qildi shu уровеньni. И pastga qarab yurib eng ko'p ob'em mana shu o'tdi. Накопление bo'ldi proboyga, ya'ni probis qilishdi уровеньni. Shu momentda biz proboyga ushladik. И частичный закрытие bo'ldi. Bo'lib уровеньni oldiga kelganda yopib tashladik сделкani. Так, keyingisi mana bu сделка. Именно mana shu yerda ochilgan, Hayden 10 sent stop bilan ochilgan, e'tibor bersanglar. Stop слишком minimalni qo'yganmiz. 170 sentlar tepa qo'yilgan, mana bu minimumga yaqin. Shu yerdan chiqib ketilgan. Buni sababi mana bu. Ko'ryapsizlar zaявкani. Skrytый Ask. Bu yerda mana bunaqa liniya chiqyapti, sariq ko'rsatyapti. То, что здесь скрытый заявка. 147 lot o'tdi на покупку. Deltasi ko'ryapsizlar yashil. Mana bu sharikka rangi ham yashil. Ya'ni покупка bo'lgan, tepada betonli plitaga urilyapti. De 1 sentdan fake bermasdan pastga qarab tushib ketyapti. Endi o'sha momentida ko'rsanglar bo'ladi ob'emni. Mana ob'emni ko'ryapsizlar. Chin mana bu nolningi barga qaraganda buni ob'emi katta. И 380 lot chiqyapti. Endi shu yerda. Kichkina barda shunaqa katta ob'em kiryapti. Endi mana shu holatda bo'layotgan moment. 147 lot CVP ko'rsatyapti deltasini. Xullas tepada betonli plitaga urildi, покупательlar oldi, buzolmadi уровеньni, и pastga qarab qulashni boshladi. O'sha momentida ilib stopni za plotность, mana shu plotniy ob'emni orqasiga qo'yganmiz 10 sent. Pastga qarab ketyapti. Mana tepa ishladi. Shunaqa bo'ldi, ertalabdan ikkita сделка. Bookmap'ni, Syncourse-ni birga ishlasanglar bo'ladi. MetaTrader o'yinlarini Syncourse-ga qarab moslab olsanglar bo'ladi. Bemalol o'shanda ishlasanglar bo'ladi o'yinlar. Sog' bo'linglar.
professionallar trade qilinglar.